Leksimizin devamını anlayışsız hürmetlik vatandaşım. Daimi komitetinin 7 nefer azası meydana kirdi. Cumhur Kompartiyası Xiyobani yuqori darajada xotirladi mavzuli xabar 11 ayning 20 kuni Dovi Tor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Beijing vaqti 11 ayning 20 kuni Xiyoban tug'ilganligining 100 yilligini xotirlash suhbat yig'ini o'tkazildi. Yaqinqi xabarlarga asoslanganda Cumhur Kompartiyasi siyosiy byurosining 7 nafar doimiy hay'atlari xotirlash suhbat yig'iniga qatnashdi. Doimiy hay'at a'zosi Liu Yinshan xotirlash suhbat yig'iniga riyosatchilik qildi. Rais Xi Jinping 30 minut nutq so'zladi. Xabarlarga asoslanganda 7 nafar doimiy hay'at a'zosining o'xshashda xotirlash suhbat yig'iniga qatnashganligi g'ayri bir ahvol bo'lib, intayin zo'r ahamiyatga ega. Cumhur Kompartiyasining o'lib ketganlarni xotirlashda aniq qoida nizomi bor. Xiyoban partiya ichida yuqori darajalik vazifa o'tagan partiyaning sekretari bo'lgan. Növbətdəki partiyanın sekretari Xi Jinping xotirlash suhbat yig'ini nutq so'zlagan bo'lsa, bu o'rinliq nutq so'zlashdir. Lekin 7 nafar doimiy hay'at a'zosining o'xshash bir vaqtda xotirlash suhbat yig'ini qatnashganligi haqiqatan kishilarning kutmagan yerdan chiqdi. 4-iyun Tiananmen harakati voqeasi va shuning uchun Xiyobanning alayda salohiyati, uning tarixi o'rni boshqa rahbarlarning tarixi o'rniga o'xshamaydi. Xiyobonni xotirlash yig'ini boshlanganda xalq saroyining atrofini qamal qilibla qolmay, Xiyobonni tug'ilib o'sgan yurtini nurg'un saqchilar ko'chaga chiqdi. Bu bir boshlanishmi qanday hurmatli vatandoshim? Masalan, alaylik 80 yilligini xotirlaydigan vaqtda, ayni vaqtda Xiyobanning tug'ilganligining 80 yilligi, 90 yilligini xotirlaydigan vaqtda Xojintao xotirlashga maydonga kelmagan edi. Sobiq sekretar Xojintao xotirlash maydoniga kelmagan edi. 90 yilligini xotirlashda. Endilikda Xiyoban tug'ilganligining 100 yilligini xotirlashda Rais Xi Jinping o'zi sahnaga chiqib 30 minut nutq so'zladi. So'zlagan nutqidan taqa bizning hozirgacha xabarimiz yo'q, xabardor bo'lanmidik. To'g'ri betirga chiqqanmiz. Lekin bizning eng oxirgi bir so'zimiz shukanki, biz Uyg'ur bo'lib sifatimiz bilan so'zimiz shukanki, Xiyobanning tug'ilganligining 100 yilligini xotirlash bu bir masala. Biroq Xiyoban ayni vaqtda Tibetga qaratgan oltimoddilik siyosat, Xinjiangga qaratgan oltimoddilik siyosatning falsafiy asosi bilan, tuzum xarakteri bilan yoki prinsiplik asosi bilan va yana boshqa jamiyat yoki siyosiy tuzilmaga munosabatli asoslari bilan qo'shib xotirlash, navbatga millat masalasini hal qilishning, mayli Tibetning, mayli Shangangning, mayli Uyg'urning masalani hal qilishning bir yetakchisi yoki yo'l prinsipi, bosh yo'l prinsipi bo'lib qolishi mumkin. Biz Kompartiyaning dal Xiyobonni xotirlaganda bu masalani unutib qolmasligini, Tibet to'g'risidagi oltimoddilik siyosat, Xinjiang to'g'risidagi oltimoddilik siyosatni unutib qolmasligini umid qilamiz.